Eng uzoq faoliyatga ega futbolchi kim siz bilasizmi? Bilmasangiz videoni oxirigacha ko'ring. Men buni sizga hozir aytib beraman. Ronaldo deyotganlar diqqatiga. Ronaldo hattoki kuchli 15 saatga ham kira olmasligi aniq. Siz obuna bo'lib, like bosib qo'yavering. Men buni sizga hozir aytib beraman. Xo'p, bunda biz boshladik. 5-o'rinda Rogerio Keane faoliyatining davomiyligi 25 yil 1990-yildan 2015-yilgacha. 4-o'rinda ham darvozabon El Hadari 1993-yilda faoliyatini boshlab 2020-yilda tugatgan. Jami faoliyatining davomiyligi 27 yil. Bu yerda Buffon bo'lmasa uyat bo'lib ketardi. Buni qarangki, 3-o'rinda ham darvozabon Gianluigi 1996-yildan 2023-yilgacha posbonlik qilgan va faoliyatining davomiyligi 28 yil. 2-o'rinda darvozabonlardan sal chekingan holatda Stanley Matthews 1932-1965-yillar oralig'ida jami 33 yil yashil maydonlarda to'p surgan. 1-o'rindagi futbolchi naqd 1986-yilda o'z faoliyatini boshlagan va hozirgi kungacha futbol o'ynab kelmoqda. 2025-yil uning futbol faoliyatining davomiyligi 39 yilga yetdi. Bu futbolchining ismi esa yaponiyalik. Keling, yaxshisi shu futbolchini izohlarda yozib qoldiring.